Do'stlikdan boshlangan muhabbet 7-qism. Shundoq, hayotlik biz o'ylagandek oson emas. Qadamda bir yo'llarimizga qo'llanayotgan o'raklarning qaysi biriga biz tushmay yashaymiz. Nurg'un ishlar taqdirning bizga bergani bo'lmasdan, balki yaqinlarimizning bizga bergani edi. Salmanning telefonini qo'limga olib, birinchi bo'lib uning Zahidaga yozgan xatini o'qidim. U Zahidaga: Zahida, men sizga desam qarang, bu Tehron bilan ishkanlar faqatla mos kelmaysizlar. Bo'libmi, uning oilasi bilan sizlarning oilanglar faqatla moslashmaydi. Ya'ni kelib, bu Tehron degan behli suyuq bir nima. Qizlarning ko'pligini bilmaysiz. Vaqti kelganda yig'lab qoldig'ini faqatla siz, shunlashqisiz qalbingizni ishlatib qaror chiqaring, bilingizmi? Salman, bo'ynimning ustidagi qapoq emas kalla. Uni yana tafakkur qilish rolimi bor. Siz bizning ishimizga aralashmang bo'ldi. Bu xatlarni ko'rgandan keyin men Salmanning sadiqandoq nayronlarning borligini bilmadim. Biroq haqiqat shuki, Salmanning oqshomning deganlari bilan Zahidaga deganlari ikki xil edi. Men uningga ortiq gap qilmadim. Chunki Zahida ikkimizning o'tirisiga hech kim kirolmaydi. Shundoq qilib, Zahida ikkimizning muhabbat hikoyamiz boshlandi. Leyli bilan Kamilmi o'z vaqtini tepishgan edi. Lekin Salmonga Kamilning nimishqa buncha amroq ekanligini bilmaydim. Shunlashqami o bola bilan ortiq paranglashmaydim. Ham o'zimning ishlarimga aralashtirmaydim. Kelar hafta o'qishimiz tugab, bizmi o'z taqdirimizning yo'llariga ravon bo'lishatdik. Biroq biz o'zimizning muhabbatimizga mas'ul bo'lishimiz, uni qo'llab asrashimiz kerak edi. Buning uchun endi Kamil bilan ishimiz o'tirg'i chiqishimiz kerak. Lekin bu ishni Leyli bilan Zahidaga qanday deyishni, ularning kallasidan qanday o'tkazishni ishkilamiz bilmaydik. Men Kamil bilan bu ish to'g'risida yaxshi paranglashmoqchi bo'ldim. Men Kamilga uchur yozdim. Kamil, sen nada? Maktabga kelib meni izla. Endi paranglashmasak bo'lmaydi. Men Leyli bilan bog'chaga kelgan, sal kechroq qolmaymikin? Bek muhim bo'lmasa, aytilisan qandoq? Men uning xatini ko'rib ma'qul bo'ldim. Mening shu topda Zahida bilan bir yerga berib ko'rishib, mo'ndishib, Zahidani jeliq qilib, muhabbatning shirin payzlarini surgim keldi. Zahidaga telefon qildim. Vay. Ha, nima qilyapsan? Men yotoqda yotdim. Sen-chi? Men shu nima qilyaptim? Seni o'ylab o'tirdim. Hay, bo'lmasa chiqamsan, bir yerga berib kelayli. Nima? Meni sevg'inib senda bayqush. Voy, yoqay. Shu seni sevg'inib ketmasin deb maydonda seni saqlayman, ha? Uzun saqlatmay tezroq chiqarsan. Ma'qul, bildim. Ha. Men telefonni qo'yib, aynakka qarab, o'zimni bir qurtizashtirdim. Yana texnik kiyimlarimni almashtirib, mashinamning ochiqchini oldimda maydonga chiqdim. Men chiqib, o'zini o'tmay Zahida chiqdi. Zahida bo'lsa intayin tabiiy. Lekin u girim bilan chiroyli yasansa, texmi chiroyli bo'lib ketadi. Shunlashqimi uning yasanishini bekmi xalab ketmaydim. Qizg'inaman-da. U men tarafga qarab, xush tabassum bilan keldi. Menmi xuddi uni ko'migida uzun yil bo'lgandek so'qlinib qarab ketdim. Ay, buncha alayda yasanmasam bo'ladi-ku. Sen yasansangmi, baring mush tursa. Amisi sen-chi, senni xeyli tayyorlik qilibsan-ku. Biz shundoq chaqchaqlar bilan mashinaning yoniga keldik. Zahida xuddi bir yomon narsa ko'rib qolgandek chiroyini o'ndirib turib mendan so'radi. Tehron, bu sening mashinangmi? Sen zoda qandoq bola? Seni tushunmak haqiqatan bektaskanjimi? Ha, nim bo'pti. Buni dadam xeyli testaman so'q qilganjimi? Aras, xotirjam bo'l, mening travam bor. Men ozroq chaqchaq aralashtirdim. Biroq Zahidaning ko'zlari uning yuragidagi mendan so'ramoqchi bo'lib so'ranmagan savollarini chandırib qo'yib-atdi. Lekin men uni bilmagan bo'lvolay degan seri diqqatim chechilatdi.
Zahidaning to'satdan tutilgan chiroyi menga bekli ta'sir qilgan edi. Aramızdagi jimjitlikni buzish uchun avval o'zim eg'iz ochdim. Hey, nega bag'ing bor? Bilmayman, o'zingning bir planing bordi. Seni ko'ngling xohlagan joyga opiray deyman-ku. Sal chatrak bir joyda bir qatlamaxona bor, shu yerga berib bir narsa yegach aylanib kelamdik. Shundoqmi? Ha, o'mi bo'ladi. Men shundoq qilib, Zahidaning yo'l ko'rsatishi bilan kichik, oddiy, ammo men doim keldigan. Biroq bir haqiqatmi Zahidani uchirtib boqmagan bu qatlamxonaga keldik. O yerdagi ustamlarning hammasi meni taniydigan bo'lg'achqa, kirishimga alohida takalluf qilishib ketgan edi. Zahida bu ahvolni ko'rib, mendan faxrlangandek. Ko'ngildagi gumonining qayoqlargadir yo'qolganidek bir xil inkasda o'ltirdi. Uning qilganlari garchi ozroq ko'nglimga kelgan bo'lsa-mu, biroq men faqat chamdirmadim. Shunday qilib biz qo'rsaqlarimizni to'xlab bo'lib, birdam aylanmoqchi bo'lib maktab ichidagi kichik ko'l bo'yiga keldik. Hey, Zahida, sening menga qanday gumoning bo'lsa, ana deyman-ku, demoqchi bo'lgan gaplaring bo'lsa, o'tilla davagina, ichingda mendan sir yo'chirib yurma, bo'lamdi. Men boshqalarning ko'ngildagini faqat bilmayman. Voy, nima tuyuqsiz bundoq gaplarni deb yuriysan? Rost deyapman. Muhabbatimiz gumonlarning, ishonmasliklarningki pidokori bo'lib ketmasin deyman, ha? Sen mu gapdashding, menmi o'dilliday. Ba'zida men ikkimizni faqat mos kelmaydigandek his qilaman. Ikkimizla emas, balkim jumuh bizning oilamizmi moslashmasligi mumkin. Ish qilib menmi aniq bir nima deyolmayman. Biroq ba'zida shundoq o'ylab qolaman. Zahida, bundoq desang qanday bo'ladi? Moslashmaymiz degan nima gap? Sen boshqalarning Men shundoq deb to'xtab qoldim. Chunki o'zimning ko'nglini o'zimning og'ritqim. Ham Zahidaga ozirpagim yo'q edi. Lekin Zahida to'lima aql qizdirsa, bunchalik ishni bilmay qolatdim. Tehran, sana desam, men bizning uyda yolg'iz qiz. Dadam apam balaliq bo'lamay, bek tirishib, xeyli keyin men tug'ilib tikanman. Ular menga bekli ko'yinadi. Hamma ishimni qo'llaydi. Hozirgacha men nima desam shuni qilib keldi. Biroq arzulariga tushliq, mening o'z apam meni tug'ish jarayonida o'lib ketib, dadam hozirgi apam bilan to'y qilgan ekan. Ular mening cho'ng bo'p bu ishlarni bilib qolmasligim uchun bu shaharga ko'chib ketdi ekan. Ta hozirgacha ular buni bir sir deb bilishidi. Ham hozirgi apammi menga bekli ko'yinadi. Balkim o'z apam bo'lgan bo'lsa-mu, mushunchalik qila bo'lg'aydi. Ularning faqat birla arzuyi bor. U bo'lsa-mu, mening baxtli bo'lganimni ko'rish. Shunlashqa men baxtli bo'lishim kerak. Men bu ishlarni texi yaqinda anglab qoldim. Zahida so'zlab shu yerga kelganida eg'ir birni tinib qo'ydi-da, ko'zidan sirg'ib tushgan bir tomchi yoshni asta surtib etdi. Men uningga hayron bo'lgan, ham ichag'ritgan talaffuzda qaradim. Zahida, sen xotirjam bo'l. Dadam apam cho'qim seni o'zining qizdek ko'rdi. Seni mana men baxtli qilaman. Bundan keyin bundoq ko'p o'ylama. Ham bundoq ko'nglingni yerim qilma. Biroq mening hozirgi apamning bir qizi bo'lib, ayni vaqtda dadasi o'zim boqaman deb elvagan ekan. Mana endi cho'ng bo'lib apamni izlab keldi. Menmi bu ishlarni shuningdan bildim. Rost yoki yolg'on ekanligini menmi aniq bilmayman. Bu ishlar meni bekli beram qilib ketib bordi, Tehran. Nima? U zodi qayerda? U kim o? Zahida, men hamma sening yoningda. Nima ish bo'lsa men degan bo'lamdi. Amaliyotda uni senmi taniysan? U dal Rahila shu, Salmonning loyiqi. Bir zamonlarda seni qo'g'lishib yurgan, seni yaxshi ko'rgan. Biroq sen butun maktabda yuzini to'kkan, mening nomimda qarz olib qaytarmagan Rahila dal mening ocham bo'ladi, Tehran. Men bu gapni anglab turgan joyimda qaytib turib qoldim. Gapning rostini deganda, bu Salman degan lahvago'yning loyiqining Rahila ekanligi uxlasam tushimga kirib qo'ymaydi. Qandoq bu bundoq bo'ladi?
Bu zada qandaq bo'lg'ini? Bu ishni uydagilar bilamdi. Rohilaning opasi bilamdi. Uning o'zining dadasi bu ishlarga zada nima deydi ekan? Qanday qaraydi ekan? Ha? Tehron bu ishlarni amaliyotda